aromasi bilan tuxum qovurib oldim, ko'k piyoz guruch bilan grechka qaynatdim. Shunaqa qilib yeyish yaxshi ko'raman. Kimchi bo'lganda undan ham zo'r bo'lardi. Hammasini bunaqa aralashtirib yesa, kimchi bilan. Koreyada shunaqa yerdi-da. Hamma ishxonalarda emas, ko'p ishxonalarda, короче, men ishlagan, qanaqa ishxonada ishlagan bo'lsam, o'shda guruch, kimchi, tuxum bepul bo'lardi. Har doim oshxonada turardi, xohlagancha olib yesa bo'lardi. Tezroq pishardi. Guruch постоянно pishgan bo'lardi. Просто mikrovolnovkaga isitib olsa bo'ldi. Tuxum qovurardi, kimchi olib tezroq yeydigan narsa edi. Shunaqa qilib yeganmiz. Shunaqa yeyishni juda ham yaxshi ko'raman, shuning uchun rosa mazali bo'ladi. Buni Koreyada ishlab yurganlar, Koreyadagilar yaxshi biladi. Juda mazali bo'lishini. Именно guruch, qovurilgan tuxum kimchi.